Muskullar bizni butun hayotimiz muskullarni harakati qisqarib bo'shashi tufayli harakat qilamiz. Jamiki nima ish bajarishimiz, harakatimiz, yurishimiz, turishimiz, o'tirishimiz barcha ishlar muskullarni harakati, ya'ni qisqarib bo'shashi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Ushbu video orqali men sizlarga umuman muskul anatomiyasi va trenirovka sport jarayonida muskullarni o'sishi, hajmini ortishi qanday jarayonligi haqida qisqa va juda tushunarli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Tanamizda 600 dan ortiq muskullar mavjud. Biz undan kundalik ravishda doimiy foydalanamiz va muskullarni anatomik tuzilishi xuddi bu toralar yig'indisiga o'xshaydi. Misol uchun biceps muskulini oladigan bo'lsak, bu bitta muskul va u toralar, uzun ingichka toralar yig'indisidan iborat hisoblanadi. Va muskul harakatlanishiga sabab bu o'sha toralarni funksional birligini qisqarib bo'shashi, kengayib torayishi tufayli biz qo'limizni buka olamiz va yig'a olamiz. Asosiy savol: muskulni gipertrofiyasi nima? Ya'ni muskul hajmi ortishi haqida gaplashamiz. Gipertrofiya bu muskullarni son jihatdan emas, hajm jihatdan ortishi tushuniladi. Ya'ni ko'proq jismoniy mehnat qilganda, fitness zallarida yoki umuman muskulga yuklama berilganda paydo bo'ladigan jarayon hisoblanadi, ya'ni gipertrofiya. Biz og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanganimizda muskullarda aynan og'irlik tushayotgan, o'sha stressga uchrayotgan muskulda mikrotravmalar paydo bo'ladi. Mikrotravmalar bu mikroskopik darajada, ya'ni faqat mikroskopda ko'rib biladigan holatda yirtiqlar paydo bo'ladi muskulda. Uni faqat mikroskopda ko'rib haqiqatan ham uni gipertrofiyaga uchraganligini, muskulning gipertrofiyaga uchraganligini aniqlash mumkin. Ular shunday gipertrofiya bo'ladi, ya'ni muskul yirtiladi. Og'ir mehnat qilganda, og'ir harakat qilganda, shu muskullarga og'ir yuklama berganda. Keyin u yerda yallig'lanish bo'la boshlaydi, chunki yirtildi va uni yallig'lanish orqali organizmga bildiradi. Muskuldagi tegishli hujayralar yallig'lanishni keltirib chiqarib, o'sha nerv sistemasiga o'zini zararlanganligi haqida xabar beradi va bunda ya'ni quruvchi hujayralar keladi. Ya'ni o'sha muskuli zararlangan joylariga, ya'ni yirtilgan joylariga oqsillar kelib joylashadi va ular o'sha mikrotravmalarni, ya'ni yirtiqlarni yopadi. So'ng muskul shu jihatdan hajmi ortadi. U son emas, hajmi ortadi. Shu bilan birga ularni yadrolari ortganligi sababli ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi va u muskul hajm jihatdan ortadi. Ya'ni gipertrofiyaga uchraydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fitnessni asosiy maqsadi bu muskullarni qo'shtirnoq ichida yirtish, ya'ni mikrotravmaga uchratish. O'sha mikroskopik darajada uni yirtiqlar paydo qilish va u keyinchalik bu muskulni hajmini ortishiga sabab bo'ladi. Muskul qachon o'sadi? Muskul bu uyda bo'lganda, ya'ni dam olayotganda, uxlayotganda, keyin yetarlicha protein qabul qilgandan keyin, yetarlicha uglevod, yetarlicha o'sha muskulga kerak bo'lgan ozuqalarni qabul qilgandan so'ng o'sadi. Ya'ni 24-72 soat oralig'ida muskul o'zini qayta tiklaydi va keyingi trenirovka uchun muskul tayyor bo'ladi.
Xo'sh, bizni asosiy maqsadimiz fitnesga borishdan, sport bilan shug'ullanishdan asosiy maqsadimiz demak biz yirtiqlar paydo qilish muskullarimizda. Bu juda og'ir yuk ko'tarish, og'ir yuklama berish orqali bo'lmaydi albatta. Bu har bir insonni o'sha muskulni qanchalik chiniqqanligiga bog'liq. Nima qilish kerak? O'sha kuch yetadigan, ya'ni imkoniyat bo'layotgan darajada o'sha ko'tariladi gantel, og'ir yuklama. Keyin bunda travmalar bo'ladi. Bu muskullarda va shu orqali muskulni hajmi oshib boradi. Har bir trenirovkada, har bir og'ir mehnat yo boshqa harakatli jarayonlarda. Bu hozir yirtilish deyapman yoki mikrotravma deyapman. Bu negativ jarayon emas. Bu muskul o'sishiga yordam beradigan, muskul o'sishida aynan sodir bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Uni negativ qabul qilmaslik kerak. Bu pozitiv jarayon hisoblanadi. Aynan sportdan keyin, trenirovkadan keyin uyda dam olish, yetarlicha uxlash va yetarlicha ozuqa moddalari qabul qilish orqali bu mikrotravmalar oqsillar bilan ta'minlanadi va ishadi. Xo'sh, muskul ishi shunday jarayon organizmimizga oid va tibbiyotga oid va shaxsiy rivojlanishga oid va boshqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling va layk bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Keyingi video kontentlarda ko'rishguncha.